6 ayning 12 kuni ma ko'ydilarni vaqtincha tutishtamaysiz bu 400 xalq narsa. Shunga boshingizmi? 10 ko'y. Mana qarnava qandoq lavasi 10 ko'y tanlab olasiz. Sizni qo'lingiz sızmaydi. Qo'lingiz sızsangiz so'qimni ariymadi, o'qimni pichoqni men deb tutib qo'yman. 10 ko'y pullatsiz pichoqni yetib olasiz. Ana degan miyada mana xalqdan chiqdi. Bu xalq ishligini nashdan chiqdi. Men o'qimayman, o'qimaysiz. Nima chiqdi? Hech kim o'qimaydi. Bundan qolsangiz xalq og'zini ochma, sanayman dalish uch qo'ydim. Buni uchun mana bana narsa chiqsimi? Bunu sizga uch qo'ydim. Bundan qolasiz. Hozirgacha 10 dan olmadik bun chiqdi. 10 dan ikkisi jing olmadik bun 15. Endi qolganlari shulqo deymiz. Ichidagi shaytonsi Amroban. Ashna chiqyapti. Alanimi uch qo'ydilar. Ananiki miyada tunayi qo'ygan battal qo'menji va 25 kiloluk 800 ko'm 700 chiqadingiz. 800 ko'y. Aniki bilan ishlaba, macho. 200. Aniki rejitiva 50 litr 250 ko'y 20 40 litr 200 ko'y mushundaq. Malaysiya biz shu ikki kishilansan, shamollimiz aylansan, va kaza har xillari bor. Aniki miyada mana biz yig'gan qo'g'oniki mana deymiz o'choqlar bo'ldik. Oyda nimalar bor? Jo'zlar bor. Hamma satimiz. Bizning rasmiyada bani diyeceğim bile lazım bir kaldı ikisi 40 koy bir kaldı 30 koy cuma. Ma kaldı gidi. Bunda mana hatta kütan sağlam eldir. 30 koy. Bana gidelim bize yine çırayla enanın kigen ma toya her kandığından ma aldı közüm bir tam düşken emez cuma. 40 koy. Anı kigen bu kigen kimigen nerede belvası kesse mürüvele koltuğun belvası ki. Hiç kanı kadar ayarı yok. 40 koy. 30 koy 40 koy. Şıkıl. Manası da bulan işte hemen çıktı. Allah koca kamide. Yağış hacet yok. Bana mal kaldı kaçta siz 6 koy. Kaldı 1 koy. Mal 5 koy. Cemi 6 koy. Ayağımda Tatta kalamı çıkardık. Zıvansız 6 koy. Nerede ki ma kiyimler? Kiyimler mayki 5 koy. İşte 7 koy köylek 10 koy. Onun içinde her kıllar çıktı. Bana küzlük deyimiz, yazlık deyimiz, çapallar çıktı. Herhalde kim ya da 60. numaralık işte Allah. 63 numara 62 66 her kıl çıktı. Yana boşundaq narslarni bular arsho deymiz. Bala arsho bo'lgan bilan hay ko'ydi olsun kimlar olsa arsho bo'lgan bilan bular yig'mal. Faqatma bir ko'pon mal hamma yig'ib avog'anim uchun azan to'taq qolgan yeri bor. Ma'lum nisbatiki chimbin chiqib ketgandan keyin qolganini eslab paydo bo'lsin deb qo'shta azan berib qo'yarim bor. Bular arsho emas, vaqt o'tgan mallar emas, yangi mallar. Bizniki o'rnimiz turpan jarja chilib shuli. Bekat garajning ostida buroqi yo'shin chorshida. Yana boshunda arsho mallarni birinchi vaqtda ko'rib turay avalay desangiz, bizning top kirmadan qanaq kirsiz ayrimga yaxshi madad berma.